Eindhoven Central. Demak, Gavdaga ketish uchun poyezd yetib keldi. Second classga chiqamiz. Сейчас будет. Demak, hozir Utrecht Centraldaman. Gavdaga borish uchun Gaga tomonga qarab yurish kerak ekan. Ikkinchi klassga chiqib olamiz. Gavda Central, Gavda kichkina shahar. Hozir yetib keldik. Demak, markazga qarab chiqamiz. Gavda markaziy stansiyasi. Gavda Gollandiyadagi bitta kichik shaharlardan biri. Ko'rib turibsiz, stansiyasi ham ko'p katta emas. Mana Gavda Centralga yetib keldik. Mana Antwerpenda ancha yillar billa Bahodir aka bilan mana oshlar qilganmiz. Bir ko'rib ketay deb keldik. Bahodir aka. Demak, bu yerda suvni ichida uylar. Gavda kichkina shahar ekan, nimasi ham katta emas. Temir yo'li ham, stansiyasi ham kichkina ekan. 80 mingdan oshiq aholi bor, hozir 200 mingga yetkazishmoqchi. Oho. Katta shaharlarda aholisini ko'paytirmasdan kichkina shaharlarga shunaqa davlat programmasi qabul qilingan. Sentrmamida. Grote market deydi-da, ha? Katta marketmi? Sentrum. Gavda Sentrum. Shu daryosida ham nimalar yuradi-da. Ha, mana ko'tariladi. Endi bu yerda katta kema o'tmaydi, lekin chetlarda kichkinagina daryolardan katta kemalar yuradi. Bu yerda ham ko'tariladi anaqalar. Anu aholini o'zini kichkina kemalari bo'lsa kerak. Mana vokzalimiz mana bu yerda shu tayda aylanib o'tyapmiz. Bu tomondan borsam bo'ladi, lekin u yoqda o'tiradigan joy ham yo'q, qanaqada bыстро ketish kerak. Kelib ketish kerak. Parkovkasi ham yo'q. Avariya bilan 15 minut tursa bo'ladi. Bu yoqda platniy parkovkasi ham bor. Mana bu Xemente bu yerda Gavda vaflisi bilan sir bilan mashhur. Shuning uchun mana vafliga o'xshatib ornament qilgan. Orqa tomonda kinoteatr bor, sirni dirkalari bilan qilingan, shunaqa. Sirga o'xshab qilingan. Endi Gavda dunyoga sir bilan mashhur-da. Gollandskiy vaflisi ham bor bular. Food trucklarda qiladi. O'sha Gavdaniki. Tushunarli. Shuning uchun mana bu simbol vafliniki. Ya shahar ixcham, lekin turar joy bilan juda muammolar ko'p deyishyapti-da. Butun Gollandiyada. Juda qimmat. Ijara ham yo'q. Ijaraga ham uy topib bo'lmaydi deyishyapti. Mana student bitta xonaga 700 yevroga bu yo'l topolmadi. 700 yevro. Yo'q, topolmadi. 1000 deyishdi. Mana hozir vaqtincha meniki Toshkentdan shu iltimos qilishdi. Mana aholi ham 17 mi 18 millionga yaqinlashib qoldi. 18 million.
Lekin territoriya juda kichkinada, ham ancha-muncha zich. O'zbekistondan 12,5 barobar kichkina. Bir qiziqib ko'rganimda, Navoiyni territoriyasi chiqadimi yo undan ham Viloyatchada. O'zbekistonning bitta o'rtacha viloyati. Men bu Shvetsiyadan yoki keladi, Norvegiyadan. Biz o'zimiz ham boramiz. U yerdan kelsa, bu yerda aholi punkti shaharlarning ko'pligini ko'rib hayron qoladi. Yo'da yo'q-da, bir ikkita katta shahar bor, qolgan deri kichkina yo'da. Mana Finlandiyada Yeri ko'p. Turkuda bo'ldim. Juda ham siyrak joylashgan hamma narsa. Zich emas. Kichkina aholi punkti bor, bir ikkita katta shaharlar bor. Bizda hamma joyda shahar bor, hamma joy. Yo, mana Eindxovenda anaqa topolmadim. Hamma joy, bilmayman, biznes mitinglar juda ko'p bo'ladimi? Gostinitsa yo'q. Bori ham endi bir hafta oldin harakatni boshlagandim. 150 euro, 200 euro, 220 Ya undan euro. ham turistlar ko'p-da, 20 ga yaqin temoli. Juda. Faqat o biznes uchun emas-da, turistlar juda ko'p. Hozir lola sezoni. Dalaga million turistlar kelayotganda, hozir eng qaynagan paytlar. Keukenhof Rotterdamda edi, adashmasam. Yo'q, bu yerda. Amsterdam yo'lida Lisse degan joyda. Leydendan naryoqda. Shunaqa aholi punkti bor. Rotterdam bu tomonda. Bizlar yonimizda Rotterdam. Anosidan bola velikda qatnaydi. Oho. Rotterdamga. Men o'zim ham ilgari ko'p borardim. 1 soat 15 minutda Rotterdamga borsa bo'ladi. Yo'q. Har 30 kilometr ekanda o'rtacha. 25-30. Anaqa tabiatdan trassadan yurganda emas, tabiatda juda ham chiroyli. Tabiatda mazza qilib yursa bo'ladi. Endi bahor kelibdi-da. Hali ham qizib ketgan, bir o'rtada bir 20 gradusli bo'ldi, hozir mana sovuq. Bugun sariq, kecha ham sovuq. Mahallamiz remont bo'yatibdi. Yo'llari. Bütün hozir ko'rasizlar, anaqa biz Gavda shahri har yili 3-4 mm cho'kadi shahar bo'yicha. Oho. Dengiz sathini. Shuning uchun yerlarni ko'tarib. Hozir bizning shehrimizda ham yashaydigan joyimizda ham remont qilib ko'taruvdi. Mana bu yerlarda ham cho'kayotgan joylar hozir ko'rasizlar. Ko'taryapti. Nega to'plab olib kelib mana cho'kayotgan joy. Mana cho'kyapti. Buning tagidan drenajniy sistemasi bo'ladi, juda murakkab. Hozir shu yerdan ko'rinadi, chap tomon to'proqlarni olib kelib qo'yayotgan. O'zi Gollandiyani juda ko'p joyi botqoqli bo'lgan, tuproq tashlab shahar qilgan deylik. Bizda ham mana suvni quritadi, постоянно suv tagida anaqa bor. Mana shu yerda narigi tomonda hozir yig'ilib turadi. Rosti to'plab olib kelyapti. Naryoqda bizadikini ham yaqinda bir 40 santimetr, yarim metrga yaqin ko'tardi yerimizni. Atrofimizda. Demak, bunaqa muammolar ham bor. Juda katta mablag' talab qilinadi. Mana shu yerda 100% qayta tikladi. Hozir endi mahallalarimizga navbat kelgan. Gap yo'q. Drenaj, murakkab drenaj sistemasi bor orada. Mana shu yerda turamiz. Mahallamiz gap yo'q. Xuddi Toshkentdagidek qo'shnilar bilan biz. O'zbekistonda ham daj bunchalik inoq emas. Mana qo'shnilarni o'zimiz qilamiz. Mana shu dam olamiz. Gollandlar juda nima deydi haligi? Bu yerda hamma shaharda emas. Helmond degan shaharda shunaqa edi. Ko'chalarda o'tirishardi. O'zi xarakterli joylari bor-da. Bizda ham hamma joyda emas. Bizning mahallamiz mana shuni Xementi bizga berdi. Mana qo'shnilar o'zlaring qilinglar. Nima xohlasanglar ekinglar. Ekinglar deb gap yo'q. Bular juda ochiq ko'ngil, qanaqadir tez do'stona xarakterli odamlar. Biz qo'shnilar hammamiz quroq. Shunday bo'lsa ham Gollandlarga qaraganda boshqalar ko'p. Naryoqda mahalla komitetiga joy bor. U yerda ham uchrashamiz. Uchrashuvlar o'tkazamiz. Ajoyib.